Xurshid aka, kecha dahshat bo'ldi-da, nima bo'ldi aytib beraymi sizga? Yo'q, shart emas. Daniyor. Ha? Nima kayfiyatingiz yo'q? O'zim yaxshi. O'zidan-o'zi odam kayfiyati bo'lmasligi mumkinmi? Nima bo'ldi ayting? Hech narsa bo'lgani yo'q. Xalas shu edi. Xurshid aka, Daniyor. keling, men xonani yig'ishtirib yuboring. Ozgina ishlarim bor edi, Daniyor. Band edim. Xurshid aka, Ha, Sevinch. mabodo bo'sh bo'lsangiz, Ishim yo'q. agar bo'sh bo'lsangiz, menga qarashib o'ra olasizmi? Bilmayman. Bo'ldi, yordam beraman. Rahmat. Keling, nima qilish kerak? Buni qanaqa joylashtirardi? Ha, qarang. Vilka bu tomonda, qoshiq esa bu tomonda turadi. Dilni izhor qilsam yondiradi alam. Sog'indim yana sog'inmasang ham azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman. Sog'inmasang ham telbaday menda aytib sevishim aytib. Sizmi? Ketdik. Ha, anaqa Zarnigor. Bugun ishim bor edi, ozgina boshqa safar birga ketarmiz, mayli? Bo'pti, yaxshi yetib ol. Xazon bo'lib yonib ketdi. Sevgim meni ostonangda qolib ketdi. Sevgim meni